O'sha xizmatchimni uydan haydab yubordim. Sababimi narsa pishirib erimga olib qo'ymagan. Erimga. Men ham yemadim, bolalar. Mayli bolalar yesin, boshqa qilsin, lekin ro'zg'orni kim qilyapti? Men to'g'ri, men ham pul topaman, lekin ro'zg'orni erim qiladi-da. Bari erim yuzini qilish kerak. O'g'lingiz yeb oldi. O'g'lim o'zini yo'liga. Erimchi? Erim yemadim. Oq yo'l. Sizni uyingizda eringiz qadrsizdir. Lekin men so'karman, urusharman, bolalarga tarbiya berarman, uyimni palatga bo'lish xohlarman. Lekin men ota-onam o'rgatgan narsani hech ham tashlab qo'ya olmayman. Birinchi o'rinda shunaqa. Ko'chada kerilgan liboy erkakni basharasiga sola olmayman. Uyda unaqa emasman. Tut qo'limdan meni ko'p sev, kimsaga berma meni. Sevsang agar bir umr sev, bir kunlik sevma meni. Yaxshi kunda va yomon kunda ko'ksingda saqla meni. G'arib ko'nglimning malhami, yolg'iz tashlama meni.